Assalomu alaykum, qadrli So'roy bozorining qadri baland, qadrdon obunachilari, hurmatli chorvador aka, ukalar, xudo xolasa, inshaalloh bugungi syomkamizga yana Ziyodbek akamizni MOF firmasidan videolarimizni boshlaganmiz. Albatta, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa, biz mana bunday videolarni inshaalloh chiqarishda davom etamiz. Buqalar xudo xolasa inshaalloh bir-biridan go'zal holatdagi buqalar kimga mana bunday buqa kerak bo'lsa, albatta Ziyodbek akamizni o'zlariga aloqaga chiqasizlar. Sababi obunachilar, bunday buqalar har kimga ham har qachon kelavermaydi. Albatta sezon boshlandi obunachilar. Buqani olgan oldi, xudo xolasa ulgurdi. Ulgurmaganda ochig'ini aytganda vaqt ketyapti obunachilar, soat o'tayapti. Kun sayin buqalar o'zi rivojlanishga yetib keldi. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Bugungi kunimiz 17-aprel, haftaning juma kuni 2026-yilda video syomkamiz bo'lyapti. Bularning ma'lumotlarini Ziyodbek akamizni o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum obunachilar, sizlar sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudo xolasa yangi partiyalarimiz yetib keldi. Hop, ozgina sozgina lekin bir-biridan o'tadigan buqalar kelgan. Og'ilni qorong'i qilib qo'yib, svitni o'chirib qo'yib, qo'lga kirgan bitta buqani olib chiqiladi. Hamma odamga yo'q qo'radigan buqalar keldi, xudo xolasa. Bo'laveradi. Hammamiz umrimizga baraka bersin. Bunaqa chorvalarimizga ham baraka bersin, ishlarimizga rivoj bersin. Bugungi juma kuni hammamizga muborak bo'lsin. Inshaalloh. Bunaqa ko'zni quvnatib turadigan, yaxshi foyda qildiradigan buqalar og'illarimizda to'lib tursin, xudo. Ilohim. Hammamiz umrimizga, chorvamizga Alloh barakasini bersin, qadrli obunachilar. Hop, aka, bu tarafdan bunday qilamiz, qarab turing. Hop, endi obunachilarga bu tarafdan ham bitta ko'rsatamiz bu safarga. Bo'laveradimi? Hop, akalar, ukalar, xudo xolasa bugungi syomkamizga buqalarni hop, eng yosh variantlaridan ko'rsatamiz, lekin buqalar eng kichkinasini ham ko'ringlar. Mashalloh. O'ta go'zal narsa, qo'pol narsa obunachilar. Eng muhimi, buni asli hop, yetib tashqarida ko'rsatishimiz kerak edi, oxirida ham imkonimiz bormi? Ha, oxirida ko'rsatib qo'yaveramiz. Hop, bo'laveradi. Hop, akalar, ukalar, xudo xolasa, mana shu buqani sizlarga tavsiya qilamiz. Sababi bu eng kichkinasi-yu, lekin xudo xolasa inshaalloh oxiridagi buqadek bo'ladi, tez orada. Hop, hamma real holati ko'rinadi. Hop, obunachilar, xudo xolasa, hop, buqamizni yosh oyliga keladigan bo'lsak, yosh oyligi bordir, bir 1 yosh, bir 12 oylik atrofida bor-a? 1,5 yoshga yetmagan, shunaqa atrofi. Hop, 12 oylik atrofida, lekin buqa haqiqatan ideal holatda obunachilar. Hop, bo'lmasa hop, buni bitta o'ziga aytamizmi? Narx nechta? Ko'plab ketaylik. Hop, ikkitasiga narx aytamiz bo'lmasa. Hop, obunachilar, bu birinchi buqachamiz. Bo'ladigan bo'lsa, bittasini bo'y basta, bu yoqda hop, qo'yig'i suyuq albatta to'g'ri keladi. Obunachilar, mashalloh. Bug'ani ko'ringlar, bunaqasiga. Oldin bunaqa buqalar Qirg'izistondan kelar edi. Hop, Qirg'izistondan keladi, ha. Xudo xolasa bu o'shani sortidan. Nimaga yoshligida o'tgan buqalar, xudo xolasa. Hop. Hop, ikkitasiga narx aytamiz. Bo'lmasa bitta bu tarafga o'tkazing, bu tarafdan ham bitta ko'rsatib qo'yaylik obunachilarga. Tepa qismi, soq qismi, son qismlari hammasini bitta bir ma'lumotlarini berib o'taylik, ochig'ini aytganda bir maza qilsin. Ko'rib, xudo xolasa telefon qilishadi, o'zingizga aloqaga chiqishadi. Buqa arqonga tushmagan ekan shekilli, yon bermayapti. Hop, mayli bo'lmasa, bunday qilaylik. Bo'ldi, bunisini hali qilaylik, keyin narigini bu tarafga o'tkazganda ko'rsataveramiz. Keling, bu narx qiziq obunachilarga, sizlarga 100% ishonishadi, xudo xolasa. Hop. Olganga sotganga Alloh barakasini bersin. Hop. Hop, bu mollarda 23,5 demaymiz. Lekin aytibman, mana nimasi bo'ladi? Negativ hamma joyda bo'ladi. Mana o'tgan safar qo'ydik. Kommentariyga yozishibdi. Voy, biz o'shalarda qiziqishda ekanmizmi? Yozishsin mayli. Lekin bozoriga ham, atrofga ham solishtirishaveradi, uyolmay ertagidan namoziman. Buni ko'rib, bilib, tushungan olaveradi, olyapti ham. Otalariga rahmat. Hop, bularda 23 million 200 ming so'mdan berishadi. Uylariga kirib obortirib beramiz, xudo xolasa. 23 million 200 ming so'm. 23 million 200 ming so'mdan 23,5 marka siz qo'lda bering. 23,5 demadim, 23 million 200 dan berishadi. 23 milliondan berishadi, ikkitasi 46 million so'mga. Natikati yo'q. Telefon qilsa So'roy bozoridan chiqdim deysa bo'ldi. Kanal o'zimizga rivoj uchun o'zimiz mehnatda barakasini bersin. Qadrli obunachilar, 23 million 200 ming so'mdan deb tortishib turgan joyimizda 23 million so'mga ana shu buqalarni tushirib qo'ydik. Albatta telefon qilib, hop, uka,
ozgina hayring bormi? So'roy bozoridan chiqdik. Lafzingni oldim degan obunachiga mana shularda ozginadan xayrni qilib o'tib beriladi. Aka bitta narsada negativ hamma joyda ham bor. Qayerda raqobat negativ bor joyda xudo xolasa o'sish yaxshi bo'ladi. Aytyapman-ku. Mana ko'rgan bilgan obunachilar biladi. Biz kecha bugun sotgan joyimiz yo'q. To'ppa to'g'ri. Xudo xolasa ko'rib bilganlar mana olishyapti, kommentariylar iliq fikr yozishyapti, otalariga rahmat. Ha, bo'laveradi hop. Akalar, ukalar albatta buqamiz tushsa albatta telefon qilib, ochig'ini aytganda savdoingizni qilib olishingiz mumkin, lekin buqalar ochig'ini aytganda kichkina narsa yoki arzon narsa emas. Arzon beillat bo'lmaydi, qimmat bekitmat bo'lmaydi-da. Nimadir bor arzon bo'ladi, nimadir bor o'sha qimmat bo'ladi, ertaga sochishda ham qimmat bo'ladi. Xo'p, to'ppa to'g'ri. Albatta aka, xudo xolasa olg'a bosing. Inshaalloh layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turishadi xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa undan keyingi variantiga xudo xolasa, hop, Shvetidan so'ragan obunachilarga. Shvetidan mashalloh. Jonivor. Buni badani o'ta bo'shda. Bu qop to'ldirishsa bo'ldi. Xudo xolasa marraga yetishadi. Marraga yetishadi, to'ppa to'g'ri. Hop. Orqa oshlari ham hamma yo'g'i kelishgan, orqa oldi bir xil buqa. Hop. Bo'lmasa bunday qilaylik. Bunga ham nechtasiga narx aytamiz? Xo'p, bungami? 3 tasiga aytib o'tib ketaveraylik. 3 tasiga aytaylik bo'lmasa. Xudo xolasa bir xil ekan, orqa boshlari inshaalloh yaxshi holatda ekan. Mana shu vetimiz menga yoqdi. Hop. Bunisi ham o'ta go'zal holatdagi ekan. Jonivor. Mashalloh. Hop, bu ikkinchimiz, lekin voy jonivor, tepa qismini ko'ringlar obunachilar. Haqiqatan mana korpus orqa bosh o'ta keng narsa ekan. Nima bu? Arqonga tushmaganmi bu ham? Arqonga tushmagan. Bo'laveradi. Bu ikkinchi buqamiz obunachilar, eng muhimi mana sizlarga. Istagan tuyoq obunachilar, istagan tuyoq xudo xolasa kelib, tekshirib olsa ham bo'laveradi. Mol hop, uyaltirib qo'ymaydi xudo xolasa. Bo'y hammasi to'g'ri kelaveradi. Hop, bu ikkinchisi bo'ldi obunachilar. Uchinchisiga mana bunday ayiq polvoncha. Safarga buqa ochiq aytib o'tib ketamiz. Aha, o'tgan safarga. Ozgina savdosi o'tib qoldi. Ha. Endi nima ham deymiz? Oladigan odamlarga zo'rimiz yo'q. To'ppa to'g'ri. Albatta kelib qilgandan keyin olish kerak. Bo'lmasa savdoni to'smaslik kerak. Hop. Savdoni to'ppa to'g'ri. Hop, akalar, ukalar, xudo xolasa bu mollar ochig'ini aytganda bitta qo'lda qolib ketadigan mollar emas. To'g'rimi aka? Sotiladi mol. Lekin ochig'ini aytganda bozor o'tgandan keyin keyingi videoga chiqsa ochig'i ozgina hijolatda joy bo'lib qoladi-yu. Lekin mol aytaman-ku, yaxshi narsa xudo xolasa har qachon pul aka. Mana oldini ko'rsating, keling bir ko'rsataylik yaqindan. Mana Jonivor. Yosh buqa. Mana shu buqani tavsiya qilaman lekin. Mana o'nganlarni gardanini ko'rsating, bu o'ta polvon buqa-da. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa oldi tarafdan ham keyin qilib ko'ramiz. Bo'laveradimi? Bu 3-buqamiz. 3-chisi. Hop, endi qo'lni bering shaytiga. Bismillahirrohmanirrohim. Olganga sotganga har doimgidek barakasini bersin. Bo'lsa bizni obunachilarimizga bo'lsin. Xo'p. 25 milliondan qo'shib berishadi demoqchi edim. Ha. 25 milliondan men o'tib beraman. Mana shu o'tgan safar chiqqanlik uchun ham men o'tib beraman. Lekin aytyapman, bu bilgan biladi buni. Bilmagan o'zi biladi. Bilmagan o'zi biladi deydi. Hop, 25 million so'm, 200 ming so'mdan kam berishadi. 200 ming so'm? Ha, qo'yg'i suyuqqa 25 million, 24 million 800 ming so'mdan. 800 dan olsin. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Hop. Qadrli obunachilar, uchtasi birida 24 million 800 ming so'mdan mana shu hop 3ta buqa sizlardagi bo'lishi mumkin. Laykni bosdim degan obunachiga mana shu buqalarni xudo xolasa niyat qilib qolamiz akalar, ukalar. Hop, aka bitta narsada qarab turing shaytiga. Buni tanlab olishgan tafovutini ayting. Hop, buni tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa 25 million 200 ming so'mga tanlab olishadi. Demakki mana shu buqa plyusli buqa. Ko'rinib turibdi. Ha, badani ham, orqa boshi ham hamma yo'g'i, misol uchun bir marta ko'rgan odam biladi. Plyusli buqa mana shu. Hop. Bo'laveradi. Bo'lmasa 24 million 800 ming so'mdan narx ketdi. Bo'lmasa obunachilar telefon qilishga albatta shoshilishadi. Obunachilar, undan keyingi variantlarga xudo xolasa inshaalloh buqani lubitillari turibdi dedim boya. Albatta mana sizlarga
ana shu buqamiz. Mashalloh. Orqasini ko'ringlar, ey jonivor ey. O'ta tekkiz buqa. Ko'rinib turibdi, ey, qarang, Ko'rgan tozaligiga odamlar ahamiyat keladi. beringlar obunachilar, ey. Ko'rib, haqiqatdan niyat qilganlar like bosib ketasizlar, ey. Tonnalaydi xudo xolasa. Xudo xolasa tonnalaydi. Eng muhimi bu nimaga gibrid aka? Anguska. Angusga gibrid. Anguska gibrid. Buqani Oyoq ko'rinishlari. qo'lidan bir qator ko'rsating, o'ta polvon buqa. Mana oyoq qo'li polvonligiga ahamiyat beringlar obunachilar. Tomga to'sin bo'ladigan darajaga yetadi xudo xolasa. Yana sonlarni ham bir qator ko'rsating. Jonivor mana o'zi to'lib xudo xolasa bosib berishsa Ko'rsam yana bo'ladi, ketaveradigan xudo xolasa. variantida, ha. Xo'p, Bu yetilganda qassob go'shti anaqa suyak topolmaydi bundan, xudo xolasa. bo'lmasa buni o'ziga narx aytamizmi yoki shir bunga ham aytaylikmi? Bunga sheri qilib ketaylik. Xo'p, undan keyingisiga ham xudo xolasa shvetimiz obunachilar. Shvetni ham ideali. Mashalloh, jonivor. Aka, bitta narsa-da. Bo'yinichi chiqadi mashina. Hop, buniga bir 27 shunaqa atrof chiqib qolsa kerak. Buni 27 atrof. Demak, 125 plusga berilaveradi, ha? 25 plyusga olishaveradi, xudo xolasa. Xo'p, 125 plusga olasizlar obunachilar. Lekin yana qaytarib aytaman, buqani kirib ko'rsalang, hech ham afsuslanmaysizlar. Sababi, hop bitta narsa, videoda katta ko'ringan narsa, katta narsa kichkina ko'rinadi. Endi minimum kichkina narsa katta ko'rinishi mumkin, lekin aytilgan metr bo'ylari xudo xolasa ana shu chiqadi, o'zgarib qolmaydi. Xullas, videoda ko'rsangiz ham mana shu mol. Xudo xolasa kelib tekshirtirib olaverasiz obunachilar. Bitta narsasini ko'rsataman sizlarga mana. Mana obunachilar. Oyoq qo'lini ko'ringlar, ey. Jonivor. To'sin bo'ladi xudo xolasa. Orqa boshlari ham inshaalloh, gerdanlari ham mol haqiqatdan anaqa. Terisi yuqa bo'shdan hali qopdek ketaveradi. To'ldirasizlar, xudo xolasa. Sotishyapti. Mana shunaqani yetiltirib xudo xolasa yaxshi pulga sotishyapti, ko'ryapmiz. Qo'lni bering. Xudo xolasa. Narxini ayting. Egalasini bir joyga olsin. Ha. 27 million 500 ming so'mdan uylariga olib borib beraman, xudo xolasa. Hey. Egalasini bir joyga olsin, lekin albatta bu plus minus buqa. 27 million 500 ming so'mni kelasi bir joyga. 500 ming so'mni olsin, uylariga xursandchilikda kirib. Barakasini bersin. Otangizga rahmat, mashalloh. Qadrli akalar, ukalar, 27 million 500 ming so'mdan ikkitasi birida, ya'ni 55 million so'mga mana shu ikkita buqamiz nima deyapti, ey. Arzon bo'ldi buqalar aka, menimcha. Adashti-padashchisi bo'lmaydimi ish qilib? Ya bemalol. Xudo xolasa yaxshi yo'liga. Xo'p, bo'laveradi, hop. Obunachilar telefon qilishadi. Telefon qilgandan keyin qarab turing. Hop. Lokatsiya tashaverasiz. Kelib ko'rib olishadi bo'lmasa. Bemalol. Ko'rib, mana xotirjam rangga qilib olsin, bemalol. Bo'laveradi, hop. Obunachilar telefon qilishga shoshilaverasizlar. Hop, bizga ajratilgan vaqtimiz poyoniga yetdi. Sababi videoni darhol ko'ringlar. YouTube kanalimizga joylaymiz. Hop. Telefon qilib o'zlaringni savdolaringni qilib olishlaring mumkin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling obunachilar. Mana shu holatda ham mashalloh ko'sh qaytarib turibdi.